Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Bonjour monsieur. To'g'ri aytdimmi, noto'g'ri aytdimmi bilmadim. Lekin Fransiyadamiz do'stlar. Fransiyani Louvre nomli muzeydamiz. Noto'g'ri aytdim, xullas devona mali ko'rib qolmasa bo'ldi. Tizingiz sizlar charchamayapsizlarmi? Xo'p, bitta ogohlantirish, farzandlarga ehtiyot bo'linglar. Qanaqadir g'alati virus tarqagan shekilli. Meni ikkita o'g'limni isitmasi chiqib, bemor kasal bo'lib turibdi ekan. Doktorlar Alloh taolo qo'llarini yengil qilsin. Duo qilib turinglar. Yaxshi bo'lib qolishsin. Farzandlarga o'sha yegan ichgan narsasiga, shamollashga sabab bo'ladigan narsalarni ehtiyot chorasini qilinglar. Chunki yomon virus deyishyapti. Xullas, Alloh shifo bersin. Ko'p musulmonlarning bemorlari qatori ularga ham shifo bersin. Doktorlarga ham Alloh taolo umrlarini uzoq qilsin, xalqqa xizmat qilishyapti. Do'stlar, Muzey de Louvre'ga keldik, lekin bekitib qo'yibdi. Kira olmasak kerak. Kirib bir Mona Lisa'ni ko'rmoqchi edim. Bu yerda Mona Lisa asari bor. Mana Fransiyada, Parijda Yevropa Renesansi yodgorliklari mana shu Louvre'da taqdimot qilinadi. 75 mingga yaqin asar bor ekan. 38 mingga yaqini shu joyda taqdimot qilinar ekan. Asarlarning ichida bir qancha mashhur dunyo bo'yicha bebaho bo'lgan asarlar bor. Bir yilda 7 million odam Louvre'ga anaqa uchun kelar ekan. Ziyorat uchun kelar ekan. Asarlar ichida o'sha Leonardo da Vinci'ni Mona Lisa asari bor. Mona Lisa u bebaho asarlardan biri hisoblanadi. Fransiya rivojlangan davlat, haqiqatda 60 million aholisi bor. Bir yilda 90 million turist kelar ekan. Dunyo bo'yicha turizm oqimi birinchi o'rinda turar ekan Fransiya. Fransiyaga birinchi o'rinda. Italiya menimcha ikkinchi o'rinda turar ekan. Italiyada 60-70 million turist keladi deydi. Fransiyada 90 million ekan. Fransiyani asosiy tili fransuz tili, bir paytlar madaniyat tili hisoblangan, moda tili hisoblangan. Hatto bizda ham bo'lardi. Fransuz tilini bilgan odamlar boshqacha obro' e'tiborda. Ruslar ham fransuz tilini o'rganishga ko'p e'tibor qilardi. Fransiya qonunchilik bo'yicha ham juda kuchli asoslarga ega. Nima desak bo'ladi? Fransiyada qonun ijrosi butun dunyoga ta'sir qilgan. O'sha 1800-yillardami, 17-18-asrlarda bu yerda Fransiya qo'zg'oloni bo'lgan. Fransiya qo'zg'oloni sababli katolik cherkovi din davlatdan ajratilgan va shu natijada dunyoviylikka asos solingan, qonunchilik deyishgan. O'sha qonunchilik bilan anaqani boshlashgan o'zlarini harakatlarini. Xo'p, Fransiyani yana qiziq tomonlaridan bittasi, Fransiya kruasan bilan baget degan nomni mashhur. Kruasan haqida kunduzi bir gapirdim ozgina. Anaqada gapirdim shekilli, istoriya qo'yganimda. Kruasan qanaqa oy ko'rinishida, yarim oy shaklida. Nima aloqasi bor yarim oy shaklini desa? Adashmasam o'sha musulmonlar bilan bo'lgan jangda, qaysidir jangda bular g'alaba qilganda, o'sha g'alabani nishonlash uchun alohida oy shaklida kruasanni qilishgan. O'shani keyin bayramda ko'pchilikka tarqatgan ekan, shu keyin moda bo'lgan. Fransiyani kuhnasi o'ta boy kuhna hisoblanadi. Bularda hatto shunaqa gap bor ekan, fransuzlar har kuni yangi
taom o'ylab topadi. Har kuni. Bugungi kunda fransuz kuxnyasida 20 ming xil menyu bor ekan. 20 ming xil. Restoranlarga kirsangiz, dunyo standartida bular haqiqatda kuchli. 20 ming xil taomi bor. Mamlakat gap bo'lishi mumkin emas. Qoyil qolish kerak. Michelin restoranlarga Michelin beradigan, ya'ni yulduz beradigan tashkilotdan Fransiyada shakllangan. Dunyoda eng ko'p ishlatiladigan so'z merci ekan, merci. Merci nimaga? 2 milliard ishlatilar ekan. 2 milliard bir kunda. Merci. Endi bu qanaqa ma'lumot bilmadim, qiziq ma'lumotlarni ichida o'qib qoldim. Undan tashqari nima desak bo'ladi? Luir ko'rdik, kiroganimiz yo'q. Kirib ichkarini aylanish ham muhim emas, lekin kirsak yaxshi bo'lardi. Endi shunga qarab ketyapmiz. Ko'rsataman hozir. U Eyfel minorasi. Bu joydan ham nasib bo'lsa hozir sizlarga efir qilamiz. Ketdikmi? Salomat bo'linglar. Salom berganlarga va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar axir? Zeyna Z2 assalomu alaykum, yaxshimisiz? Biz ertaga Parijga boramiz. Birinchi borishimiz. Qanday ko'rsak xursand bo'lardim. Nasib endi. Ertaga qatga kelasizlar? Parijga qayerga kelasizlar? Biz endi bugun Parijda qolamiz. Ertaga ketsak kerak nasib bo'lsa. Keyingi yo'llarimiz bu yog'i Shvetsariya, keyin Milan, Italiyaning Milanga boramiz. Undan keyin yurtimizga qaytish rejamiz bor. Ajoyib hodisalar bo'lyapti Parijda. Bu hodisalar haqida sizlarga hali batafsil ma'lumotlarni beramiz. La g'oliba illalloh. Hop. Salomatlik qilib turaylik. Allohumma salli. Abraham Moshi qani? Abraham Moshini bilmadim. Sumbiloy qani desangiz bo'ladi. Sumbiloy-ku. Sumbiloy. Ikkita odam jo'natgan ekan Sumbiloy. Shunday paketlab joyi qoqib qo'ydik. Hamma narsani videosi, ovozlari bilan vaziyatga qarab gaplashamiz. Kutyapman hozir Sumbiloyi nima derkin? Nima deb chiqarkin? Avval aytgandim, shunaqa soxta salafiylik bilan, havorijlik bilan kasallangan odamlarni erkagi bo'lmaydi. Men tarixda ham ularni erkagini, mardini ko'rmaganman. Tarix kitoblarida o'qib, tarix adabiyot asarlarimizda o'qib, bugun ham uni ko'rmadim va ulamolar ham aytadiki, ular nomard bo'ladi, orqadan ish qiladi asosan deb aytishgan. Buni ko'ryapmiz. Bismillah. La havla va la quvvata illa billah. Hop. Fransiyani aylanib yuribmiz. Luir tugadi. Endi Eyfel minorasiga boramiz. Eyfel minorasi to'g'risida qisqaroq bir ma'lumotlarni aytayin. Og'irligi 10.100 tonna ekan. Og'irligi 18.000 ga yaqin detal temir ishlatilgan ekan. 2,5 millionga yaqin bolt ishlatilgan ekan. O'zi o'sha qurilgan davri 1887-1889-yillarda qurilgan, 2 yilda qurilgan ekan. Bir ko'rgazma uchun qurilgan ekan. Ko'rgazma qilingan. O'sha ko'rgazmani taqdimoti uchun qilingan. Ko'rgazma tugagandan keyin buzib tashlash rejasi bo'lgan ekan. Pulni gaplashdimi? Ustiga qo'yilgan antenna bilan birga 350 metrmi shunaqa atrofida ekan. Eyfel. Eyfel qurilganda o'sha davrning ziyolilari, munaqqid tanqidchilari tomonidan qattiq tanqid qilingan ekan. Temir hayvon deyilgan ekan, sharmandali
minora deyilgan ekan. Endi ba'zan ziyolilar tanqid qilgan narsa har doim ham to'g'ri tanqid bo'lavermaydi. Nimagaki ulardan keyin ana shu Eyfel minorasi turizm uchun katta bir motivativ odamlarni jalb qiladigan monumentga aylangan. Mapassin degan yozuvchi bo'lgan. Mapassin rosa yomon tanqid qilgan ekan. Sharmandalik bu, nima aloqasi bor inson huquqlari, boshqa ziyolilar shunaqa bo'ladi-yu, o'zini eng zo'ri deydi-yu. Lekin har kuni Eyfel minorasining ostidagi restoranda o'tirar ekan. Odamlar so'ragan ekan, Eyfelni yomonlayverasiz, o'zi shu yerda o'tirasiz-ku desa, bu yaramas Eyfel shutdan ko'rinmaydi, shunga o'tiraman debki. Boshqa joydan hamma joydan ko'rinadi. Makkada soatda hamma joydan ko'rinadigan qilib qo'ygan-ku. Bu ham Fransiyaning aksar joyidan ko'rinib turadi. Eyfel minorasi orada 1909-yilda ham buzib tashlash reja bo'lgan ekan. Lekin urushda radio to'lqinlarini qabul qilish, uzatish ma'nosida foydalangan, keyin qolgan. Endi shu bilan hozirgi kunda Fransiyani, Parijni belgilaridan biriga aylangan. Dunyo bo'yicha eng ko'p suratga olinib internetga joylanadigan ya'ni yodgorlik Eyfel ekan. Kim bo'lsa rasmga tushib shu joyda qo'yar ekan. Yana nimalarni gaplashsak bo'ladi? Yusupov, birinchi qayerga bordingiz? Fransiyagami yoki Italiyaga? Birinchi Italiyaga bordik, Rimga. Rimga bordik, Rimdan keyin Ispaniya, Kordobaga, Kordobadan keyin Fransiya. Sumbuloy bilan ko'rishdingizmi? Yo'q, aytdi-ku, ko'risha olmasligini isbotladi-ku. Yoshlarimizni ogohlantirish uchun ko'rsatib berdim. Maqsadimiz emas edi, boshqa reja bilan keldik. Mana lekin yo'l-yo'lakay ular biz bilan ko'risha olmasligini, orqadan ish qilishligini, ko'p yoshlarimizni shunaqa qurbon qilib tashlashganligini isbotini ko'rsatdim. Esinglarda bo'lsa, o'tgan yilmi, oldingi yili Moskvada 6 ta tojik bolalari terakt uyushtirgani va qo'lga tushganda bittasi e'tirof qilib aytayaptiki, qatdan oldingi informatsiyani bu ishi kim senga buyurdi desa, Telegramda darslarimiz bor edi. O'sha darslarda ular meni shunaqa qilishimga buyurdi, pul taklif qildi, pulga qildim deyapti. Telegram kanallarida, ijtimoiy tarmoqlarda shunaqa qahramon ko'ringan sumbuloylarga aldanmanglar, yoshlar. İjtimoiy tarmoq sizni qiziqtiradi-da, qoningiz biroz qaynashi mumkin. Sizni o'zingizni ota-onangizga qarshi qotil qilib qo'yishadi, vataningizga qarshi xoin qilib tarbiyalab qo'yishadi, qahramonsan deyishadi, o'zlari yo'q. Siz qo'lga tushasiz yoki sizga problema bo'ladi, orqangizdan surishtirib kim aytdi desa, Abraham Moshe deysiz, u yo'q bo'lib chiqadi. Mana shundan ogohlantiryapman. Bu haligi anaqa boru, haqiqat arzonga tayyor bo'ladi, yetkazib berish qimmatga tushadi deydi-yu. Menga qimmatga tushadi bu yetkazib berish. Siz lekin bu haqiqatni olib amal qilsangiz, sizga ko'p foydasi bor. Yoshlarga aytayapman. Yigit qizlar, hayotingizni hozir qurayotgan paytingiz, ko'zingizni oching. Virusdan qanaqa saqlanish kerak? Bulardan ham shunaqa saqlanish kerak. Bular yomon virus. Nomard virus bular. Mama, annaqani yoqib qo'ygan. Bir muzeyimi deyaptilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Normal No.
Khorasan deyiladi debdilar. Khorasan. You must make normal. This is, we have only this one A from 5 and from 5 here B. So, This A from 10 morning to 5 after. Let's go. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ask Una bring you to police to ask police. Xo'p. Khorasan shokoladlisi zo'r. Salom berganlarga va alaykum assalom va rahmatulloh. Saya ko'p izoh olib ketadi. Chiqolmay qolamiz. Sevara safardan ko'zlagan maqsadingiz haqida ma'lumot bering debdilar. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Safardan eng birinchi maqsadimiz dunyo aylanish, ibrat olish. Alloh taolo Qur'oni Karimda ham aytgan: "Fasiru fil ard fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin" degan. Yer yuzida safar qilinglar. Yolg'onchilarning oqibatlari nimalarga duchor bo'lganini ko'ringlar, ibrat olinglar. Fanzuru nazar solish. Ko'rish bilan nazar solish farqi bor. Ko'rish to'g'ridan to'g'ri ko'rish. Nazar solish uni oqibati nima bo'lganligidan ibrat olish ma'nosini beradi. Birinchi o'rinda shu. Tijoriy maqsadimiz ham bor. Va kelajakda bu joylarga kelsak, xalqimiz bitta musulmonlar ko'paysa, uchinchi futuhat bo'ladigan yerlar shu joylar. Payg'ambar alayhissalomdan shunaqa hadis bor. Hali sen shubhadamisan deganlar Habbob ibn Arotga. Shubhadamisan? Hali bu din butun dunyoga adolat o'rnatadi deganlar. Ulamolar dunyoni hamma joyda azon aytilishini, bo'lishini aytishgan. Butlarda ham azonlar aytiladi hali. Takbirlar aytiladi. Ibodatlar, bir-birimizni qutlovlar, tasbihlar, shunaqa bilan musulmonlar bu joylarni fath qilishadi. Bu bosib olish ma'nosi emas. Insoniy aloqalarni joyiga qo'yish. Musulmonlar agar madaniy saviyasini to'g'rilasa, islomiga to'g'ri amal qilsa, insoniy saviyada o'ta yuksak samaralarni qo'lga kiritadi. Boshqalarning qo'lida hozir ko'p madaniy ilmiy narsalar, o'shaning uchun ular odamlarga nisbatan iste'molchi sifatida qarayapti, ularga ko'p zulmlar bo'lyapti. Shularni oldini oladi. Safarlardan maqsadlarimizdan qisqacha shu. Xo'p, barchalarga tashakkur. Minoraga borsak, balki o'tda jonli qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.